Tashqi ko'rinish va ichki mohiyat orasidagi aloqa. Abduri Doktor Abdukarim Bekkar. Allah Taala munofiqlarning ismi bilan atalgan, munofiqlarning ba'zi holatlari va sifatlaridan xabar beradigan bir sura nozil qildi. Tövendagi oyat bo'lsa, shu suraning bir qismidir. Ularga qaraydigan bo'lsa, badan qurilishi seni hayron qoldiradi. Agar ular so'zlasa, gapiga quloq solasan. Go'yo ular tamg'u yo'lab qo'yilgan yog'ochlardir. Ular har qanday ovozni o'zlariga qaratilgan deb gumonlanadi. Ular dushmandir. Ulardan hazar ayligin. Alloh ularni halok qilsin. Ular qandoqmi burilib ketadi? Alloh taolo ularni yana mundaq sifatlaydi. Munofiqlarga qaragan kishi ularning tashqi qiyofatining go'zalligidan hayron qoladi. Ular so'zga mahir bo'lg'achqa, anglagan kishini jalb qilib oladi. Ammo ular xuddi nihoyat hayvatlik, ammo ichi qop-quruq haykallardek ruhsiz suratlardir. Bu sifatlar ularning munofiqlik holatiga intayin mos keladi. Chunki munofiqning tashqi ko'rinishi har vaqt ichki dunyosidan yaxshi bo'lib, tejida iymonni ko'rsatgan bo'lsa-mu, ichi kupurg'i to'shqandir. Munofiq so'zman keladi, lekin u tili bilan dili bir bo'lmagan yolg'onchi kishidir. Ko'rinishda go'zal bo'lgani bilan ichki go'zalligini zinnatlaydigan iymon, oliy janoblik, diyonatga o'xshash esil sifatlardan xolidir. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu munofiqlarning beshi bo'lgan Abdullah ibn Ubayni qaddi qomati kelishgan salobatlik so'zman kishi edi. So'zliginida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga quloq solatdi deb tasvirlagan. Tashqi ko'rinishning boshqalarga bo'lgan ta'siri nihoyat kuchli bo'lganlikdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahoba kiramlarga bu xil ta'sir kuchdan halqib turib, kishilarni baholash, tashqi ko'rinishni emas, balki ichki mohiyatini o'lcham qilishni o'rgatgan. Sahih hadisda mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yonidan o'tib edi. Payg'ambarimiz sahobalardan bu kishi haqida nima deysizlar deb so'radi. Sahabiler bu kishi qiz talab qilib barsa nikoh qilinib qo'yiladi. Shafaat qilsa, shafaati qabul qilinadi. So'zlasa, boshqalar gapiga quloq soladi. Jamiyatda o'rni bor kishidir deb deyishdi. Ondan ularning yenidan yana bir kambag'al kishi o'tib edi. Payg'ambarimiz yana bu kishi haqida nima deysizlar deb so'rashiga, ular bu kishi talab qilib barsa, boshqalar qizini nikohlab bermaydigan, boshqalarga shafaat qilsa, shafaati qabul qilinmaydigan, so'zlasa, boshqalar gapiga quloq solmaydigan bir kishidir deyishdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom bu keyingi kishi zamin to'shqidek ko'p sifatlar bilan sifatlangan boshdagi kishidan yaxshidir deb javob bergan. Bu vaqalikda payg'ambar alayhisalom keyingi Namrod kishini oldingi boy kishidan afzal ko'rgan. Buningdan hargizmi har qanday yo'qsul kishi har qanday boy kishidan afzal deganlik ma'no chiqmaydi. Balki payg'ambarimiz bu kichik vaqalik orqali sahobalarga haqiqiy afzallikning qalbdagi ma'naviy sifatlar va ularning amaliyotdagi namoyandasi bo'lgan amallar orqali bo'ladiganligini bildirib qo'yishni maqsad qilgan. Biz zikr qilib o'tgan oyat butkul insonlar dunyosida bo'libmi musulmonlar hayotida intayin muhim bir masalani o'ttirg'a qo'ydi. U bo'lsa-mu shakl bilan mazmun yoki tashqi ko'rinish bilan ichki mohiyat o'tirisidagi aloqa masalasi. Ichki mohiyat deganimiz shaxsning axloqiy va ruhiy alohidaliklari, qalbida cho'nqur o'rnab ketgan tajribalari, shundaqla aqliy kartillarining yig'indisini ko'rsatib beradi. Tashqi ko'rinish bo'lsa, shaxsda bor bo'lgan jismoniy sifatlar, uning igdorchiligidagi mol-mulk va boshqa narsalar erishgan o'rin mansablarini ko'rsatadi. Bu nuqtada tashqi ko'rinish bilan ichki mohiyatning bir-biri bilan munosabatsiz ayrim-ayrim ikki uqum bo'lmasdan, balki ularning o'ttirisida o'zaro quyuq munosabatga ega, bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan mustahkam aloqaning mavjud ekanligini oydinlashtirishimiz kerak. Sahih Muslimda kelgan bu hadis hozir so'zlab o'tganlarimizga intayin yaxshi dalil bo'la oladi. Payg'ambar alayhisalom sahobalar namoz uchun safga tizilganda ularning mo'rilarini tuzlaydi va ularga tuz turinglar. Safda tekshi turmasanglar, qalblaringlarmi ixtiloflashib qoladi dedi.
kishining ko'ngli azodi bo'lsa, buning ta'siri uning tashqi qiyofatida ko'riladi. Shunga kishilar orasida kechida namozni ko'p o'qigan kishining yuzi nurliq bo'ladi deganga o'xshash so'zlar tarqalgan. Tashqi ko'rinish bilan ichki mohiyat orasida mushundoq ta'sir ko'rsatishchan zich munosabat borligini aniq tushunib olsak, islom dinining bizni tashqi qiyofatga ozroq ahamiyat bermay, butunlay tashlab etishga buyurmaydiganligini ro'shan his qila olamiz. Namoz insonning ruhiy va qalbiga munosabatlik bir ibodat bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalom tashqi ko'rinishdan iborat saplarning tuz bo'lishiga alohida ko'ngil bilgan. Urush maydonlaridagi jang saplarida ham shundoq. Shundaqla islom dini pokizlikqa ahamiyat berishga undaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda ularni kashda o'tloqdan qaytirib kelgan va atiganda o'tloqqa elib chiqqan vaqtinglarda chorva mollar sizlarga zinnat bo'lib xo'shallik bag'ishlaydi deyish orqali mol chorvalarning o'tloqqa berib kelishidan go'zallik his qilishimizning biz uchun Alloh tarafidan berilgan bir ne'mat ekanligini bildirgan. Halbuki bu faqat ko'rinishdagi masala. Buningga o'xshash o'rnaklar to'limi ko'p. Undaq bo'lsa, masala nima? U dal tashqi ko'rinish bilan ichki mohiyat o'rtasidagi tangpungliqning buzilib ketishidir. Amaliyotda butkul insonlar eng muhim va eng ko'ngil bo'lishga tegishli masalaning ichki mohiyat ekanligini e'tirof qiladi. Chunki ko'rinishda maydonga kelgan g'albalarning asli manbasi ichki dunyosida tamomlangan muvaffaqiyatlardan kelgan. Bu dal Alloh taoloning insonni erkin, hur holatda yaratish orqali o'zi keltirib chiqargan masalalarga asir bo'lib qolmasdan, yer yuzida hukmron holatda yashashi uchun butun koinotni bo'ysundirib berishidagi haqiqatga uyg'un. Albatta, biz yashayotgan jamiyat va urf-odatlarning kishilarga hukm qilish va ularni kontrol qilishda ma'lum darajada kuchi bor. Bu kuch tashqi ko'rinishni asos qilishga qarab mang'an siri tabiiyla kishilarning ko'ngil bo'lish nuqtasi tashqi go'zallikka ahamiyat berish bo'lib qoldi. Ichki mohiyat oila yoki maktablardagi tarbiya orqali yaxshilanadi deb o'ylasaqmi, atrofdagi muhit dinni manba qilgan yuksak qimmat qarashlarga bo'ysunmagan bir jamiyat bo'lib qolsa, yanada intayin ojiz bo'lib qoladi. Shundaqla bu jamiyatdagi din ba'zi millatlarning diniga o'xshash faqat xurofotlik va yolg'onchiliklardan iborat bo'lsa, bundaq din jamiyatdagi kuchli iqimlarning oldida hech nimaga dalda bo'la olmaydi. Aksicha, din bu vaqtda madaniyatning arzimas bir qismiga aylanib qoladi. To'g'ri yo'lni ko'rsatib beraydigan, durust yashashimizga yordam beraydigan din hayotimizni qurbon qilishga arziydigan dindir. Musulmonning qalbida to'g'riga boshlaydigan iymon ojizlagan siri uning hayotdagi o'lchami tabiiyla tashqi go'zallikni yaxshilashga markazlashadi. Biz hozir boshqalarga ta'sir qilishdan bakrak ularning ta'siriga uchrab ketadigan bir zamonda yashayotqachqa iymoni sustlashayotganlarga nisbatan hayotning o'xshamagan taraflarida g'arb falsafasining ta'siriga uchrashdak yana bir xatar qo'shildi. Bu falsafa kishilarga g'oyat zo'r ishlab chiqarish, cheksiz erkinlik va xo'shallikni manba qilgan taraqqiyot ismli yangi bir dinni shakllantirib berdi. Bu o'qimning ta'sirida kishilar tabiat boyliqlarining cheklik ekanligi, shundaqla tabiatning o'zlariga qarshilik ko'rsata oladiganligini unutgan holda, tabiatdagi barliq narsalardan och ko'zlarcha foydalanishga qarab atlandi. Shuning bilan tabiat buningga ro'shan holda qarshilik ko'rsatishga boshlagan edi. Misolga oladigan bo'lsak, g'arb dunyosida ilgari xristianlar o'z hayotini boshqalar uchun qurbon qilib, kirishga mixlanganligini davron solib kelayotgan Ayso alayhissalomni o'zlariga ma'bud qilib olishgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda boshqalarni bulang-talang qilib, zaminni xarob qilish orqali ustunlikni egallagan Gresiya va Rimlik buddist zo'migar qahramonlarni o'ziga ulgu qilib tiklagan edi. O'z hayotini boshqalarga bag'ishlay oladigan shaxsning xarakteri bilan o'zining shaxsiy manfaati uchun boshqalarning hayotini vayron qilib, zo'rlik bilan ishg'ol qiladigan qahramonning xarakteri orasidagi farq naqadar zo'r ha? Natijada ittifoqsizlik, buzg'unchilik tusini olgan shaxsiyatchilik, tushkunlik, kelgusidan qo'rqishdek salbiy sifatlar qoplab ketgan jamiyatlar borliqqa keldi. Biz musulmonlarmi bilib bilmayla bularning zo'r ta'siriga uchrab,
barliq kuchimizni tashqi qiyofatni yaxshilashga qaratib, ichki mohiyatimizga sal qaradik. Hatto ba'zi taraflarda biz ta'sirga uchragan ashu kishilardan bek nacharlashib ketdik. Chunki bu xil ruhiyatimizga ko'ngil bo'lishdan tashqi ko'rinishni ustun ko'rish xohishi oqibatda ularni halokatga olib boradigan bo'lsa-mu, ular hech bo'lmaganda o'zining kimligini o'zi va boshqalarga tunutib bo'lgandan keyin mushu tarafga yo'l olgan. Lekin biz bo'lsak, mohiyatimizdan butunlay yuz o'rib, sirtqi go'zallikka savdoyilarcha o'zimizni atib etdik. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ve sahabe kiramlarının hayatıga nazar saldıgan bolsak, muhim noktanın kişilerde bar bolgan narsa kerekler emas, belki içki mahiyet ekanligini bayqaymiz. Çünkü ular hayatıda insanilikni tutqu qilib yaşagan idi. Lekin hazır eng ichinishliq bolgani hayatımızdaki muhim nokta özümüz emas, belki biz ega bolgan narsalar bulup qaldı. Bu xil ko'rinish hayotimizning bir qancha taraflarida ro'shan ifodalanadi. İchki mohiyatni uqtirib beradigan so'zlar azayib, aksicha narsa keraklarga ishlatadigan iboralar ko'paydi. Yig'ilishlarda esil fazilat, g'alba muvaffaqiyat va ta'sirlik voqealar emas, balki uy-mulk, mashina, tovarlarning bahosi, uy jihozlari va kirim-chiqim qatorliqlar parangning asosiy temasiga aylandi. Texmi ko'p iste'molni maqsad qilgan insonlarning zo'r miqdorda ishlab chiqarish orzusi ularning uskunalarga bo'lgan ehtiyojini kundan kunga eshishi natijasida insonlar uskunalarning asosiy rolini to'liqlaydigan qo'shimcha rolga, shundaqla uning aylanishiga yordam beradigan bir tal choqiga aylanib qoldi. Natijada tashqi ko'rinishga ziyoda ko'ngil bo'lish insonlarning haqiqatiga nazar soladigan ko'zimizni yetib qo'ydi. Burun İnsanның qimmati uning qilgan ishlari va yaratgan natijalari bilan o'lchanadigan bo'lsa, hozir yangi bir o'lcham maydonga keldi. Ya'ni mavjudlikning qimmati men ega bo'lgan mol-mulk va qanchalik iste'mol qilishim bilan o'lchanadi. Bu o'lcham kishilarda davomli o'z mol-mulkidan ayrilib qolishdan qo'rqishdek ruhiy holatni shakllantirdi. Chunki ularning nazarida butkul mol bisotidan ayrilib qolish uning tugashganiga barobar edi. Bunun bilen kişilerdeki cemaattin ayrılıveriş, şahsiyetçilik ve baxillik texmi eşip bardı. İlim bilen bolgan alaqamızmı özgürüp ketdi. İlgiri, ilim eliş ve onunğa özünü bağışlaş, dinni çonqur düşünüş, özünün ilmi sapasını yuqarı götürüp, texmi yaxşı yaşaş maqsad qılınatdi. Oquş jarayoni ilim bilen o'quvchining arasini birlashtiradigan bir jarayon hisoblanatdi. Hazır bolsa, o'quvchi bilan o'qish orasidagi aloqa bir tijorat aloqasiga o'xshab qoldi. O'quvchi faqat diplomga erishish uchunla o'qish yo'liga qadam olgan, o'rgangan ilmlari bolsa, imtihon qog'oziga yozilib bo'libla unutilib ketadigan ma'lumotlar bo'lib qoldi xolos. Ichki mohiyatning asosiy alohidaliklari mustaqillik, erkinlik, tanqidiy fikrning mavjud bo'lishi, insonlarning kuchi bilan g'alaba qozonish, to'xtamasdan olg'a ilgirlab taraqqiy qilishdir. Halbuki, yangi zamondagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy aloqalar kishilarni ma'naviyatiga butunlay salqirgan holda harakat qiladigan qilib qo'ydi. Hatto ularning ish faoliyatlarida ruhiy kuchining ta'sir ko'rsatishini cheklab, oqibatda boshqalarga biqinib olish, qilayotgan ishidan osonla zerikish va doim qaqshab og'rinishdek hayotning haqiqiy ma'nosini yo'q qilib o'tadigan salbiy sifatlarning paydo bo'lishini keltirib chiqardi. Shaklga ko'ngil bo'lib, mazmunga sal qarashning oqibati bo'lsa, xushal bo'ladigan narsalarning ko'p, ammo haqiqiy baxt saodatning yo'qolib ketishi bo'ldi. Vaqtli xushal bo'lish, hech qanday harakat qilmasdan o'z orzusini qandirish, az ishlab ko'p manfaatga erishish yoki ko'pincha tushkunlik bilan oxirlashadigan birdamlik hayajonliq minutlarini yashash qatorliq sifatlar hayotimizni egallab oldi. Agar inson bularga qonunsiz yo'l bilan erishgan bo'lsa, oqibati texmi yomon bo'ladi. Chunki u vijdon so'tiga tushib qoladi. Ammo haqiqiy baxt tuyg'usi insonning o'z amgiki, tirishchanligi bilan erishadigan xo'shallik tuyg'usidir. U insonning ruhiyatidagi yorqin bir holat bo'lib, insonning qalbini intayin azodi maydonga elib chiqadi. Demak, islomiy nazar bilan qaraganda, bir musulmon o'zining e'tiqod qiladigan qarashlar bilan amaliy hayotini birlashtira olgan,
mushu xil hayotdan chin qalbi bilan rozi bo'lib, taqvodorlarga va'da qilingan go'zal mukofotni kutaligan vaqtida haqiqiy baxt saodatini topgan bo'ladi. Sirtig'ili ko'ngil bo'lishga qarab yuzlangan bu iqim islom ummatining ko'p qismini faqat son jihatdagi shakliy kuchga aylantirib qo'ydi. Chunki eng muhim bo'lgan mohiyat bilan aloqasini uzib qo'ygan ummat muqarrar bir quruq shaklga aylanib qoladi. Ummatning yangidan uyg'onishi uchun bizning oliy da'vatimizni boshqalarga yetkazishni qayta boshlashimiz shakl va mazmun, tashqi ko'rinish va ichki mohiyat o'rtasidagi tangpungliqni asliga keltiralami? Albatta, hammamiz shundoq bo'lishini umid qilamiz.